Xo'p, sizga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 294-moddasi nazarda tutilgan huquq va majburiyatlarni tushuntirib o'taman. Unga ko'ra siz ma'muriy ish hujjatlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin, ulardan nusxa olishingiz mumkin, sudda iltimoslar qilishingiz mumkin, dalil taqdim qilishingiz mumkin. Sud qabul qilgan qarordan norozi bo'lsangiz, yuqori turli sudga shikoyat qilish huquqiga egasiz. Ish yuzasidan shikoyat yoki protest tushadigan bo'lsa, ulardan xabardor bo'lib, e'tiroz bildirish huquqiga egasiz. O'zbek tilini tushunmasangiz, tarjimon xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Mana himoyachisini himoya qilyaptilar, himoyalarimiz ta'minlangan. Majburiyatlari sud chaqiruvi bo'yicha yetib kelish kerak, belgilangan tartibga rioya qilish kerak, raislik qiluvchining ruxsati bilan o'rnidan tik turgan holda sudga murojaat qilish kerak. Huquq va majburiyatlar tushunarlimi? O'zbek tilini tushunasizmi yo tarjimon chaqiraylikmi? Qiynalyapsiz gapirishga. Tushunaman. Tarjimon kerak emasmi? Ne? Ha? Xo'p, o'tiring. Ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 133-moddasi, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 21-2-moddasi, shuningdek 271-moddasida nazarda tutilgan taraflarning yarashganligi munosabati bilan tugatiladigan ma'muriy ishlar toifasiga kiradi. Buning uchun shartlari bor, ya'ni huzur sifatida e'tirof etilgan shaxs o'ziga qo'yilgan huquqbuzarlik faktiga to'liq iqror bo'lib, keltirilgan zarar, yetkazilgan zarar bo'ladigan bo'lsa, jabrlanuvchiga to'la hajmda qoplab, ixtiyoriy ravishda kelishib yarashgan bo'lishi kerak va muqaddam shu kabi huquqbuzarligi uchun ma'muriy javobgarlikka tortilmagan bo'lishi kerak. Shu talablar bajarilgan taqdirda, ya'ni jabrlanuvchi va huquqbuzar ishni yarashuv asosida tugatishga kelishgan, erishgan taqdirda ish bo'yicha ishni tugatishni so'rab sudga ariza bilan murojaat qilishsa, sud ishni umumiy tartibda ko'rib chiqmaydi va yarashuv tartibida ko'rib tugatadi. Agarda sud ishni yarashuv tartibida ko'rib tugatadigan bo'lsa, huquqbuzar sifatida e'tirof etilgan shaxs ma'muriy javobgarlikdan ozod qilinadi, ish tugatiladi, ma'muriy javobgarlikka tortilmagan shaxs hisoblanadi. Jabrlanuvchi sifatida e'tirof etilgan shaxs esa ushbu ishni qayta tiklash to'g'risida iltimosnoma berish huquqini yo'qotadi. Yarashuv huquqlari tushunarlimi? Jumayev, o'rningizdan turing. Sizga yarashuv huquqlari tushunarlimi? Tushunarli, noroziman. Ha? Nimaga norozisiz? Menga nohaq yo'limga chiqib tuhmat qildi menga. Ha, demak, huquqbuzarlik faktini inkor etasiz, shunaqami? O'tiring. Xo'p, sud ishni umumiy tartibda ko'rib chiqadi. Mana Jumayev Farhod Barotovga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 133-moddasida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan, qo'yilgan huquqbuzarlik fakti bo'yicha yo'l harakati qoidalari 63-77-bandlari buzilishga olib kelgan degan ayb qo'yilgan. Marhamat, shu bo'yicha Jumayev sizni so'raymiz, nima bo'lgan holatni gapirib bering. Buxoro shahar Toshkent bekatidan, ostanovkasidan chiqayotgan paytimda parkovka joyidan chiqdim. 3 polosali yo'ldan 3-chi polosaga chiqdim. 3-chi polosaga 2-chi polosaga chiqayotgan paytimda menga notanish odam yo'limga chiqib kapotda turdilar. So'kib gapirdilarki, nima turibdilar, to'xtayman, chetga olaman degan paytimga so'kib gapirayotganlarga bir kishi yana o'ng tomondan taxlab keldiki, aka parkovkani pulini berish kerak, qayerdan chetga olay deganimga bu kishi o'zlarini tashlab, tillarini tishlab, qonlab turdilarki, to chiqqanimgacha aka nima qilasiz deganimga aytdilarki, men bu yerda hamma joyini sotib olgan, men bu yerda boshliq, xodimlarni sotib olgan deb so'kib men bilan gapirdilar. Keyin mashinaga o'tirishga bermadilar. Trassani 3 ta polosali yo'lni o'rtasiga saqlab, menga ham boshqalarga opasniy situatsiya sazovat qildilar. Keyin men nima qildim? Direktorlar chiqdilar shu parkovkani, aytdilarki, "Hay, olib ket, bu kishini kechirim so'ra." Men dedimki, "Hay, mendan nima yoshlik qilibman, lekin men o'qishni ishini qilmayman, urmayman" deb. Olib ketganimga ikkinchi tram punktiga olib ketdim va Gorbalinsaga olib ketganimga aytdilarki, bu kishi hech nima bermaganlar. Lekin bu kishi shu aytibdilarki, "Meni oyog'im bilan belimni sindirdi" deb tuhmat qilib nima qildilar. Va to hozirgacha shu mani avval qilib, mashinamni o'zi qamatganlar va gaylarga borganimga, gayga bitta Fazliddin deganlari bu kishi bilan tanish ekanlar, jo'ra ekanlarmi,
ko'cha chiqqanlarga menga aytdilarki, menga qarab, men aytdimki, mana dokazat qilib beringlar, videoni ko'taringlar deganimga, Fazliddin deganlari aytdilarki, kameralarini ko'tarmay o'zingga statya bo'yinga olsan. Bu kishiga 20 million ber, og'izlarini yo'q, davolarini oladilar dedi. Keyin shu haqida Go'rgayda начальник ularga voqea alisherlar deganlarga kirdim boshliqlarga. O'sha aytdilarki, mana hali bir yo'lda bor endi prokuraturaga san yozgan. Men ko'rmayman sud bo'lsa sudda keyin endi gaplashamiz dedilar. Hech kim meni quloq solmadi va kamerani ko'taringlar deganimga kameralarni ko'tarmadilar hech qayerda. UVDga ham yozib, prokuraturaga ham yozib, murojaat qildik. Hech qayerda meni quloq solmayaptilar. Keyin shu bilan shu kungacha rahmat sizlarga shu sudga aniqlik chiqarib, meni murojaatimni qarab qo'ydi deb. Xo'p, siz nima uchun bu kishini Tramp punktga olib bordingiz? Bu kishini bosh nimalari direktorlari chiqdilar. Aytdilarki, Direktor aytgani uchunmi yo biron bir jarohat bo'ldimi bu kishida? Men ko'rdim, men o'zimdan endi xudodan bayon etdim. Dilam vashtaga qana desam. Inson vashtaga bir tarafdan men kasam. Yo biron bir jarohat bo'ldimi bu kishida? Ne? Ha, nima uchun olib bordingiz mana shu Trampga? Direktor bo'lsa, men xudodan vaqtdan dedimki, enkasa vaqtdashin Trampning bir tarafdan ham Trump'da dedilarki, bu kishiga hech qaysi jarohat yo'q dedilar. Keyin uzatdilarki bizani Gorbanitsaga ham jarohat hech mesdan inkas bu kishi sog' dedilar. Keyin u yerda ham bu kishini bilar ekanlar. U yerdan bir necha kishi menga aytdiki, bu kishi shunaqa ishlar bilan shug'ullanib yuribdilar. Bu kishini taniymiz, birinchi marta emas bu dedilar. Ezgilikdan keyin mana buni tomondan davom yo'q ekspertga berdim. Men to'g'ridan borganga yoz beraman, davom yo'q o'shini chiqarsin dedi. Bu o'sha mashina gayrusdan faqat yozdi. Siz mana o'z ko'rsatmalarini eshitdingiz, ha? 20 million so'm berasan deb so'ragan sizdan. Nimani pul berishga pul yo'qmi? Biz qo'ydik. Shu yil oldin nima oldim? To'g'ri 100 ming chiqarib tashadi. 50 ming o'zbekistondan chiqarib tashadi. Nimadir ekspertizadan yo'q deb chiqarib chiqarib pulim yo'q, qachon pulim bo'lsa, o'sha yo'q deb chiqarib pulim bo'lsa, men chiqaraman kim chiqarib dedi. Sizlarning qilishga pulim yo'q. O'tiring. Ish bo'yicha qo'shimchalaringiz bormi? O'tiring siz. Hurmatli raisga aytuvchi qo'shimchalarimiz yo'q, lekin biz haqiqatan ham o'sha buni o'sha nimasi, ya'ni video registrator bor, mashinasida o'sha aynan holatni o'sha kun ishlab turgan bo'lgan avtotransport vositasini kimdir ochib kirib, haqiqatan udarit qilgan o'sha video zapislarini boshqargan mashina kirganligi signasini bor ko'rdikda, signasini tortib boshqargan o'sha bilan qanday holatga bir oydinlik kiritishimiz mumkin. Jumayev Farhod Baratovичga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 133-moddasi bilan ma'muriy ish, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 271-moddasi 10-prim bandiga asosan taraflarning yarashuv munosabati bilan tugatilsin. Jabrlanuvchi Quliyev va Norqulovlarga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 313-prim 2-moddasi 5-qismi tartibida mazkur ish bo'yicha ish yuritishni qayta tiklash haqida iltimosnoma berish huquqlarini yo'qotganliklari qayd etilsin. Qarordan norozi tomonlar qaror o'qib eshitilgan kundan e'tiboran o'ziga nisbatan qaror chiqarilgan shaxs va jabrlanuvchilar qarorini ko'chirma nusxasini olgan kundan e'tiboran shu sud orqali Buxoro viloyatining jinoyat ishlar bo'yicha viloyatiga 10 sutka muddatda apellyatsiya tartibida qaror qonunchiga kirgach, qaror chiqarilgan kundan e'tiboran 6 oy muddat ichida kassatsiya tartibida shikoyat berishga, prokuror protest keltirishga haqli. Raislar Qilichi Qahhorov. Avaz Nutfullayev demak himoyasida Buxoro shahar jinoyat ishlar bo'yicha Buxoro shahar sudiga demak tashrif buyurdik. Sud jarayonlarini demak birgalikda ko'rar ekanmiz. Jinoyat ishlar bo'yicha Buxoro shahar sudining tergov masalalari bo'yicha sudyasi Farruh akamiz demak tomonidan Farruh Qahhorov tomonidan raislik qilinib, ushbu sud hozir o'z yakuniga yetdi. Keling demak mana shu ishtirokchilar tomon yuzlanamiz. Ko'rib turganingizdek
Avaz aka yana bir bor assalomu alaykum deymiz, xush-quvvatlaymiz, chunki hozir mana shu insonimiz anchagina demak tortishuvlar bilan o'z himoyasi ostidagi yigitimizni himoya qildilar va sud jarayonlari tugadi. Endi kayfiyat qanaqa bo'ldi endi? Farhodjon. Yaxshi, rahmat. Keling mana shu tomoshabinlarimizni ham tanishtiraylik. O'zi nima bo'lgandi? Qanaqa bir fikr, o'ylar xayolingizdan kechgandi? Xalladan ko'p narsani o'tdi, lekin shu rahmat advokatimizga va sudyamizga meni yaxshi tomonimni ko'rib hammasini nima qildi. Demak, ikki oylik o'ylov ortda qoldi deymiz. Anchagina yelkangizdan yuk tushgan bo'lsa kerak. Gapimiz yo'q, boshqa aytishga yo'q, xursandman. Rahmat. Avaz aka, mana shu sud jarayoni qanaqa bo'ldi? Chunki bizdan ko'ra, keling mikrofonni tutamiz. Bizdan ko'ra siz ko'proq ushbu proseslarda ishtirok etib yuribsiz. Holat o'zi qanaqa bo'ldi? O'sha tergovga qadar surishtiruvlarda qanaqa bir jarayonlarga e'tibor qaratilmagandi va qanaqa bir yangiliklarni hozir siz tomoningizdan sudga isbot dalil sifatida taqdim etdingiz? Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugun 2025-yil 29 sentyabr kuni sud, ya'ni Buxoro shahar jinoiy ishlar bo'yicha sudida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 133-moddasi bilan himoya ostidagi Jumayev Farhodjonni himoya qilib, mana shu raislik etuvchi, ya'ni Qahhorov Farruxjon raislik etuvchi birgalikda hozir sud jarayonini tugatib chiqyapmiz. Har tomonlama odilona sinchkovlik bilan o'rganib chiqib qonuniy baho berdilar. Avvalambor katta rahmat deymiz. Haqiqat yuzaga chiqdi. Bu kishining aybsizligi isbotlandi, asoslantirildi. Bundan tashqari raislik etuvchi Qahhorov Farruxjon har tomonlama sinchkovlik bilan ko'rib chiqib qonuniy baho berdilar va ikki tomonni o'zaro kelishuv asosida yarashtirib mana shu jinoyat ma'muriy ishimizni O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 133-moddasi bilan ko'rib chiqib 271-moddasiga asosan ishni yakunladilar, harakatdan to'xtatdilar. Bu ko'rinib turibdiki, sudlarda haqiqatan ham odilona har tomonlama sinchkovlik bilan ko'rib chiqib qonuniy baho berildi. Avvalambor tashakkurnomamizni aytamiz, rahmat deymiz. Shunday bir odil sudlovlar, odil sudyalarimiz ko'p bo'lsin. Borlariga shukr deymiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Rahmat Avaz aka, sizga ham omad tilaymiz. Biz o'z o'rinda mana sudda bevosita ishtirokchi sifatida ishtirok etib, mana shu hurmatli bo'lgan, biz uchun hurmatli bo'lgan GAI xodimlariga beradigan so'roqli savollarimiz qolyapti. Nima uchun o'sha kungi kuzatuv kameralaridagi zapislarni, video zapislarni demak ishga doir hujjatlarga sizlar tikmagansizlar? Fuqaromiz bir necha marotaba sizlarga murojaat qilib, ushbu kuzatuv kameralaridagi zapislarni tergovga qadar surishtiruvga demak taqdim etishni so'ragan paytda sizlar tomoningizdan o'sha kuni ushbu kameralar ishlamagan deya vajlar keltirilgan. Lekin buni qarangki, ayni mana shu advokat tomonidan shu savol berilganda, demak ikkinchi tomon, ya'niki o'sha o'zini jabrlanuvchi deb hisoblagan tomonimiz bevosita hozirgi kunda ham kameralar ishlayotganligini, hech qanaqa zapislar o'chmaganini aytdi. O'z-o'zidan savol tug'iladiki, ba'zi bir xodimlar mana shu fuqarolarimizni yugurtirib, ovora qilib, bir tomonlama ayblov yig'ishga harakat qilishardi. Hurmatli Ichki ishlar vaziridan, respublika miqyosidagi mana shu huquqni muhofaza qiluvchi tashkilot rahbarlaridan bu kabi kamchiliklarga demak e'tibor qaratishlarini, ozgina bo'lsa-da bularda bir ma'naviyat soatlarini kuchaytirishlarini iltimos qilgan bo'lardik. Zero qachongacha Buxoro xalqi qaysidir bir GAI xodimini demak ozgina beparvoligi tufayli bir emas, ikki emas, demak 30 dan 60 kunga davr qiynalishi, o'zini huzur halovatini yo'qotishi kerak. Biz hali bu mavzuga yana qaytamiz va o'ylaymizki, bizni mana shu sud jarayonidagi so'roq ostida qolgan javoblarimizga mutasaddilar aniq va ochiq ravishda javob berishadi. Bizni esa kuzatishda davom eting. Biz jarayonlarni sizlarga demak tanishtirishda davom etamiz.